O'zingizni sinab ko'ramiz. 4 ta narsani eslab qoling. Gaz, dori, kalit, telefon. Yodlashga urinmang, shunchaki qarang. Yaxshi. Endi ularni unuting. Endi boshqa narsa haqida gaplashamiz. Bozorda savdolashayotganingizni tasavvur qiling. Sotuvchi narx aytdi. Siz o'ylayapsiz, arzonmi, qimmatmi? Shu payt telefoningiz jiringladi. Gaplashyapsiz. Atrofda shovqin. To'xtang. Boshida aytilgan 4 ta narsa nima edi? Gaz, dori, kalit, telefon. Nechtasini esladingiz? Endi eng muhimi, 2 xil unutish bor. Birinchisi o'tgan voqeani unutish. Bunda odam xotiram yomon deb qo'ya qoladi. Ikkinchisi qiladigan ishni unutish. Gazni o'chirmadingiz, doringizni ichmadingiz. Va bunda odamlar sizni xotirasi yomon demaydi, ishonchsiz deydi, beparvo deydi. Sabab oddiy. O'sha paytda diqqatingiz boshqa narsada bo'lgan. Bozorda savdolashayotganingizda ham xuddi shunday bo'ldi. Yechim xotirani kuchaytirishda emas, ishni ko'rinadigan joyga qo'ying. Kalitni eshik tutqichiga, dorini choynak yoniga. Qoida bitta. Eslab qolmang, ko'zga tashlab qo'ying. Nechtasini topdingiz? Raqamni izohga yozing. Va videoni boshidan qayta ko'ring. Endi boshqacha ko'rasiz. Rus tilini gapirib, muloqot qilib o'rganing. Tez va oson. Telegramda uzneyro.ru bot.